Axir men ayolman-ku, men uyda o'tiraman, farzandim bor, dedi chaqalog'im bilan nimayam qila olardim. Onlayn ish qanaqa ekan? Bu yolg'on bo'lsa kerakda, shunchaki PR uchun pul ushlab olgan deb o'ylaydigan bo'lsanglar adashasizlar. Haqiqatdan ham onlaynda ishlasangiz bo'ladi. Uyda o'tirgan holda yoki ishlab qo'shimcha ish sifatida biron bir ish qilmoqchimisiz, lekin nimadan boshlashni bilmayotgan bo'lsangiz, mana men qo'limda jadi chaqalog'im bilan 2,5 yillik o'zimni marketing sohasi, tarmoqli marketing sohasida mana shunaqa pullarni topganman. O'zimni noldan boshlab uyda o'tirgan holda shu darajagacha chiqqanman. Ustozlarim bilan birgalikda, albatta turmush o'rtog'imni qo'llab-quvvatlashi bilan birgalikda shu darajaga chiqqanman. Sizlarni ham noldan boshlab kichik o'zimizni kichik biznesingizga, o'zingizni kichik daromadlaringizga, albatta katta bo'lgan daromadlaringizga ham olib chiqaman. Shunaqa chiroyli bo'lgan oshxonalarni ham o'zimni pulimga shu tarmoqli marketingdan topgan pullarimga jihozlaganman. O'zimni uyimda shunaqa chiroyli bo'lgan komfort oshxonamni, chiroyli bo'lgan o'zimni orzuyimdagi uy jihozlari bilan albatta o'zimni kichik biznesimda jihozlaganman. Sizlarni ham komandamga taklif qilaman. O'zlaringni noldan boshlab qadam-ba-qadam izlanishlar bilan birgalikda mehr berib, bilim berib sizlarga ham o'rgataman. Bu yolg'on emas hech qanaqasiga va sizlarni ham o'zimni komandamga taklif qilaman. Sizlar ham rivojlangan holda o'zlaringni bizneslaringga ega bo'lishingiz mumkin.